Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Birinchi videomda o'zimni ketimdan yozdirgan bitta novichog'im yuklarini ko'rsatdim. Endi bu videoda o'zim nima zakaz qilganlarimni sizlarga ko'rsataman. Sizlarga aytdim, Народный seriyamizdan shunaqa shampun. Voy, bu shampun emas hozir. 4 ta olasiz, 5-sovg'aga degan aksiyada mana 4 ta shampun. Qaranglar. Hammasidan zakaz qildim, sizlarga ko'rsataman deb. Крапивный shampun укрепление. Bu mustahkamlaydi sochlari. Artikuli 2914. Sochlari mustahkamlash uchun krapivani hidi keladi. Hidi zo'r. Медовый shampun eng hidi zo'r yoqqani медовый bo'ldi. Shunaqangi asal hidi keladi. Vobshem zo'r ekan. Так, 20 artikuli. Aloe shampun восстановление. Bu tiklovchi, bu oziqlantiruvchi, питание, восстановление, tiklovchi aloeligi 29-15 artikuli va черный tmin soch to'kilishiga bir dona aytdim, chunki hammasini aytib ko'ray. 10-319 artikuli. Hammasidan aytib ko'ray, qaysi birini hidi qanaqa zo'rligini ko'raman deb. Lekin eng yoqqani медовый bo'ldi. Shunaqangi zo'r ekan hidi. Va bunga 5-chisiga sovg'a bo'lib menga bitta ripeyni balzam kelgan. 4 ta zakaz qildim, 5-chisi sovg'aga mana 29-58 artikuli. Shunaqa ripeyni balzam, vobshem zo'r. Sila volos hamma odzivlarda shunaqa zo'r odzivlar qoldirgan, sochlaringizni shunaqa yumshoq qilib, ripeyni yog'i bor ekan, shunaqa zo'r pitach qilar ekan, silliqlab, yumshoqlab sochlaringizni yaltillatib berar ekan. Soch tarashlari yaxshi bo'lib, uncha chigal qilmas ekan. Оживляет пряди по всей длине. Sochlarni tiklab yaxshilab berar ekan. Mana ripeyni balzam mana 5 ta bo'ldi. 4 ta aytasiz va 5-chi sovg'aga. Va yana gelimiz, gel, lipovый gel для душа. Lipani hidi keladi, vobshem zo'r buni ham hidi. Shunaqa shirin ekan. Lipovый gelimiz artikuli 20003. Lipani hidi keladi, vobshem zo'r. Keyin gel для dushamiz qulupnoylik, buni qulupnoy hidi keladi. 20005. Qarang, lipanikida смягчение кожи, kojamizni yumshoq qilib berar ekan. Bu увлажнение кожи, namlantirib berar ekan, увлажнять qilib berar ekan. Va 3-chisi smorодинalik, gel для душа hozir yangi novinkamiz, сияние кожи, yaltirab berar ekan, kojamizni yaltiratib berar ekan. Artikuli 20007. 3 ta bo'ldi mahsulotimiz va yana bitta balzam olganman. Sila volos. Bu 4 ta bo'ldi. Va yana bitta balzam shunda sovg'aga keldi. Bular hammasining narxi 159 rubldan katalogda, lekin bitta 159 rubllik narsa mana sovg'aga уже 10 ta narsa bo'ldi. Keyingi zakazim zubnoy pasta edi. Bu konsentrированный zubnoy pastalar, hammasi bir tomchichasi bemalol yetadi. Zubnoy pasta 200% отбеливание bu. 200%, 75 mg bo'ladi, lekin ancha muddatga yetadi. O'ylamang, kichkina ekan, demang, bu plus seriyasidagi zubnoy pastalar vobshem zo'r ishlab chiqarilgan, sensitiv. Bu для чувствительных zubov. Чувствительный degani sezgir tishlar uchun, milklarga vobshem снижает чувствительность deyapti. Mana 2 ta bo'ldi va 3-chi zubnoyimiz pastamiz Plagoe Control. Bu mana ko'rinishi. Shunaqa 3 ta zubnoy pasta aytganman. Bular artikuli Plagoe Control'niki mana 1659. Tak, buniki 1657. Sensitiv для чувствительных. Tak, buniki 200% oqartirib beradigan 1633. Bu zubnoy pastalarimiz edi. Va mana уже choy, har katalogda choy zakaz qilyapman. Bu vaznda tushirib beradigan choyimiz. Mana 20 bitta pachka bo'ladi. Kuniga bittadan ichganda ham 20 kunda bu tugaydi. Shuning uchun tugagan odamlar, effektini ko'rganlar, ozganlar qayta zakaz berishyapti mana. Bitta choyimiz bor. Mana bu soch uchun sprey детский. Soch qizchalari sochini, qarang qanaqa. Qizchalari sochini
yog'lik ekan. Qarang, yog'lari bor tarjimon. Mana qarang, puzirlar. Qizlari sochini anaqa beradi. Tarashini yaxshilab beradi. Hidi приятный ekan. Yaxshi hidi. Mana qizlari sochini tarashga yaxshilab beradi. Taroqcha rasmi qilib qo'yibdi. Детский спрей для легкого расчесывания. Так, 28-10 artikuli. Undan keyin bizda yangilik Beauty Lab'dan maska detox для лица с ревесным углом. Detox maska yuzimizni chuqur tozalab, poralarimizni yopib, poralarimizni kichkinaytirib, qora nuqtalarimizni yo'q qilib beradigan detox maska. Bu qora maska. Tak. Undan keyin o'zimiz zakazimda ham ekspert nimani aytganman, dnevnoy nochnoyni, chunki hozir уже quyosh chiqishi boshlayapti sekin-sekin, ekspertdan bizga dnevnoy SPF kerak va отбеливающий oqartiruvchi ham kerak. Oqartirib, dog'larni ketkizib beradi tunga, bizni pigmentatsiyalarimiz bilan kurashadi. Buni intensivna 1 oy davomida, 2 oy, 3 oy davomida постоянный surib yursangiz, dog'laringiz butkul yo'q bo'lib davolab beradi yuzlaringizni. Buni effekti juda ham zo'r. Dnevnoy, Nochnoynikini artikli 12.008, dnevnoyki 12.009. Juda ham zo'r, effekti zo'r, shuning uchun har zakazimizda почти bor. Undan yana bitta aksiya bo'lgandi katalogda, ekspert seriyasida. Tak, 3 ta olasiz, 4-tinchisi sovg'aga kelyotdi. Katalog bo'yicha olsangiz, mana bu ekspert 17 tasi birda krem sprey для волос, bu termozashita, sochlarimizni 17 tasi birda saqlab beradi. Uchujok dazmollardan, fenda quritganimizdan, sochlarimizni ustini nimadir plyonka bilan qoplab beradi, shuning uchun issiqlik o'tmaydi. Namlantirib beradi, oziqlantirib beradi. Sochlarimizni uchini gullashini oldini oladi bu nimamiz. 210 artikuli mana 4 ta kelgan. Juda ham zo'r, xaridorlari zo'r, ko'p. Buni ham har sochi uzun va sochiga qaraydigan qizlarimiz постоянно sprey ishlatishadi. Hozir spreylar ham rivojlanib hammasi bor hozir bozorlarda ham. Ideo Men murskoy o'tgan safar zakaz qiluvdi. O'tgan safarga nimamda bor edi, jenskiy murskoy zakaz qilishuvdi. Murskoy juda ham yoqib qopti va yana bitta zakaz qilishdi. 26.47. Murskoy jenskiysi ham yoqqan, просто murskoy ishxonamda ham bitta bo'lsin deb uyga bitta ishxonasiga gel lakimiz. Mana buni artikuli 71.065. Buni rangini ko'rsataman hozir. Gel lak juda ham yaxshi, stoyki. Mana sho'tkachasi ham yapaloq. Yaxshi. Qo'yganingizda bemalol qo'yasiz. Och, pushtirang aytishgan. Yaxshi. Bundan o'zimda bor. Rosa ham yaxshi. Tak. Keyingi narsamiz Lancelotdan shunaqa dezodorant, antiperspirant. Hidi вообще bomba. Lancelot ishlatib yurganlar biladi. Tak, artikuli 05.07. Kim erkaklar bayramini 23-fevralda nishonlayotganlar uchun Lancelot seriyasida naborlar yig'ib berish mumkin yoki ularga sarpalarga mana zo'r yig'iladi, naborlari bor. Tak, universalniy sprey pitnovivoditel. Bu dog' ketkizuvchi. Yoqalarimizda, paypoqchalarimizda, yeng manjetlarimizda kirlari bo'lsa sepib qo'yamiz va birpas turadi. Kamgina ishqalab olib, shunday mashinkaga solamiz, kirlarni o'zi yo'q qilib beradi. Ko'p ishqalashimizni keragi yo'q. 30.151 artikuli. Men buni stullarim bor oshxonada, usti kamgina kir bo'lganda yuvib ko'rganman, dog'larni polni ketkizib bergan. Bunaqa o'zim ishlatib bittasini tugatganman. Keyingi bo'sh banchkalarimda ko'rsataman. Tak, va oxirgi narsamiz, men ikkitagina duxiylarimizni hammasini ham hidini bilmayman. Shunga Desirable bilan Sanzaniya atirini hidini bilmoqchi bo'lib, ikkita probник aytdim. Bu Desirable'niki, bu Sanzaniya женский atirlar. Desirable hidi в общем-то super zo'r ekan. Sanzaniyaki такой свежий, нежный, o'tlar hidi, qandaydir tog'li nimalari hidi zo'r. Sanzaniya вообще zo'r ekan. Desirable hidi xuddi ayollar, такой богатый ayollari hidi, shokoladный, такой shirin, o'tkir emas, lekin normalniy, bosiq hid.
zo'r ekan. Dezirable ham zo'r, Sanzani ham zo'r ekan. Hamma zakazlarim shundan iborat edi. Bu safargi zakazim unaqa ko'p emas edi. Mana hamma zakazlarim shu. Sizlarga ko'rsatib o'taman keyingi videolarda. Endi xudo xolasa bu videoyim mana bu katalogdan bo'ladi. Xudo xolasa yangi katalogga endi uraman. Bu katalogimiz 16-fevraldan boshlanadi. Hozir qishki sevishganlar kuniga atalib chiqarilgan katalogdan zakaz qilgandim. Hozirgi endi bu zakazimni xudo xolasa 16-fevraldan keyin zakaz beraman. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Yaxshi qolinglar. Kuzatganlaring uchun rahmat.